Frunskiy massivda yana bitta 2 xonali o'rta potensiya skvoznoy xonadonni sizlarga tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Birinchi xonasi zaxsni ko'rishingiz mumkin. Uy kosmetik holatda. Verandasi mavjud. 3 xonaga aylantirilmagan. Bu tomonda verandani oshxonani verandaga ko'chirib 3 xonaga aylantirsangiz bo'ladi. Romlari akfa romlarda. Tomonda esa yotoqxona qismi joylashgan. Hamma romlar akfa romlarga o'zgartirilgan. Uyda oshxona jihozlari qoldirilmoqda. Tomonda esa oshxona joylashgan. O'tirib ovqatlanishga joylargacha qilib qo'yishgan. Holatlari yaxshi holatda oshxona jihozlari qoldirilyapti. Tomon tashqaridan kirish qismi va umumiy sanuzorni ko'rishingiz mumkin. Aristonlar o'rnatilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Frunskiy massiv sayohatda 4 qavatli uylarni 4-qavatda 2 xonali skvoznoy kvartira oshxona jihozlari qoldirilmoqda va $27,000 ga baholashmoqda. Ozroq kami qilib beriladi albatta. Uy sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib egalari bilan savdolashsangiz bo'ladi. Shunaqa yaxshi uylarni o'tkazdirmaslik uchun bizni Telegramda hamda refar.uz saytimiz orqali kuzatib boring.